Qani yaqinroq keling, bugun kelinchaklarimiz uchun sizlar bilan buket yasaymiz. Undan oldin menga obuna bo'lishni unutmang. Profilimda undan ham qiziqarli darsliklarni topishingiz mumkin. Buning uchun bizlarga 10 ta dona gul, sirkon ko'zli tosh, sirkon ko'zli metrajli ko'zlarimiz kerak bo'ladi. Hamma narsani atrofimizga yig'ib olib, ishni gulni ortiqcha joylarini kesib tashlashdan boshlaymiz. 10 tasini ham ortiqcha joylarini kesib olganimizdan keyin ularni Lux simlida qotirib olamiz. Lux sim ishlatinglar, chunki qorayib, xunuk bo'lib ketmaydi. Lux sim bilan o'rab olganimizdan keyin pastiga sirkon ko'zli bilan bezab chiqamiz. Uni qanaqa bezaganimni prof kursimda o'rganmasanglar bo'ladi. Aniq bilaman, bu videodan keyin prof kursimga juda ham talab ko'payib ketadi. Prof kursimga halidan bir ochilmadi, lekin qizlarjonlar, birinchi yozilganlarga chegirma narx bo'ladi. Chegirma narxda o'z joyingizni egallab oling. Gullarning ustiga ham sirkon ko'zlarni yopishtirib oldim. Buket sizga yoqdimi? To'yingizda ushlab chiqqan bo'larmidingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.